Topib yuraman, mana shunaqa yerlarni 3 sotuvli quruq yer sotuvga chiqqan, обязательно kadastrlari bor. Egalik hamma dokumentlari joyida deb aytishdi. Toshkent tumani Kirov Olmazor ko'chadan 16600 dollardan hamma kommunikatsiya bor, kanalizatsiya ham. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, hamma ma'lumotini tushuntirib aytib beraman. Shunday katta ko'chadan kirib kelasiz, Olmazor ko'cha 2-liniya bo'ladi. Hamma kommunikatsiya bor. Oldi fasadchi qaranglar, mana shundan 4,5 metr yo'l yaqib berishyapti. Hozir 3 metr turibdi. Mana hamma suriladi. 4,5 metrdan kammas kiradi. Yo'lini lekin hisoblashmaydi sotuvga. Shunday kirib kelasiz, mana bu hozir 3 metr bo'lib turibdi. Devor yana 1,5 metr ichkariga kiradi. 4,5 metr yo'lga tashlab berishyapti-da, yo ichkaridan 12 ga 25 qilib kesib berishyapti. Tushuntirib beraman uni ham. Shunday kirasiz, keng ochiq plashatka bo'lib turibdi, ko'ryapsizlar. Mana mashitdan boshlab ketdi. Uni 12 metrga 25 metr qilib, rovna 3 sotaq kesib berishyapti. Yo'lini hisoblashmayapti. 16600 dollardan Toshkent tumani Kirov Olmazor ko'chada. Hamma kommunikatsiya bor. Pastda nomer qoldiramiz, aniq lokatsiyasi Telegram kanalida bo'ladi. Bizning kanalga podpiska bo'lmaganlar обязательно podpisatsiya bo'lib qo'yinglar. Mana shunaqa arzon narxli yerlar qo'yib turamiz.